Assalomu alaykum. Mani ismim Feruza Tohirova. Men 15 yil davomida endokrinolog sifatida faoliyat ko'rsatganman. Lekin faoliyatim davrida kasalliklarni oldini olish bilan shug'ullanishni xohlaganim uchun hozirda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoat salomatligi yo'nalishida faoliyat ko'rsatmoqdaman. Endokrinologiya yo'nalishida faoliyat ko'rsatayotgan davrimda men shu kasallarni davolash, ular bilan ishlash jarayonida bir narsani tushunib yetdimki, qandli diabet 2-turini davolashdan ko'ra uni oldini olish afzalroq ekan. Nimaga? Chunki bilamizki, afsuski qandli diabet 2-turi bilan kasallangan insonlar har xil asoratlardan aziyat chekadilar. Bu ko'z ko'rishini xiralashuvi, oyoqlarda har xil yaralar, buyrak faoliyatini pasayishi, infarkt, insultlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Agar har bir inson bu kasallikni oldini olish va hattoki davolab yuborish imkoniyati borligini bilsa, bu kasallikni aholi orasida tarqalishini keskin kamaytirish mumkin. O'zbekiston 2030 strategiyasida aynan shu muammo, ya'ni to'g'ri ovqatlanish va aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish orqali kasalliklarni oldini olish alohida o'rin egallaydi. Bu strategiyaga asosan biz aholi orasida aynan o'sha yuqumli bo'lmagan kasalliklar, ya'ni qandli diabet 2-turi, infarkt, insult, qon bosimini oshishi, saraton kasalliklari, o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi kabi muammolar xavf omillarini kamayishiga qaratilgan. Afsuski, hozirgi izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu xavf omillari yillar o'tgan sari aholi orasida ko'payib bormoqda. Bunga sabab nima? E'tibor berasizmi? Hozirda qorin qo'ygan insonlar soni ko'payib bormoqda. Bu juda achinarli. Oldin biz qorin qo'ygan insonlarni yoshi kattalarda ko'rar edik. Lekin hozirda bu yosharib bormoqda. Eng achinarlisi, bu qorin qo'yish xuddi bizga qadriyat bo'lib qolgandek bo'ldi. Eshitgansizlar, kimdir qorin qo'ysa, rais buva bo'pti deyiladi. Xuddi mana hozir bizada to'y, har xil hashamlarda dasturxon, to'kin sachin dasturxon yozgandek, qorin qo'yish ham o'sha me'yorga aylanib qoldi. Biz mana shu haddan tashqari ko'p ovqatlanganimiz, noto'g'ri, sifatsiz ovqatlanganimiz sababli yillar o'tgan sayin qornimiz kattalashib bormoqda. Sog'lom ozish qiyin. Buning uchun inson o'zini shu jarayonga bag'ishlashi kerak. O'zimning faoliyatim jarayonida shuni tushundimki, ozish bu falsafiy jarayon ekan. Nega unday? Chunki ovqatimizga e'tibor berib, nima iste'mol qilishimizni, qanday jismoniy faol bo'lishimiz to'g'risida biz qayg'urishimiz kerak. Doimo shuni o'ylab yurishimiz kerak. Lekin afsuski, ko'plar bitta ukol oliy, jigarimni tozalab oliy, qanaqadir biologik faol qo'shimchalardan iste'mol qiling, hattoki jarrohlik amaliyoti o'tishiga ham tayyor ko'plar. Lekin aynan oddiy sog'lom ovqatlanish va jismonan faol bo'lish orqali barham berish imkoniyati borligini hamma ham tushunib yetmaydi. Inson o'zini qiynagisi kelmaydi. Biz oson yo'l qidiramiz. Va bizga hozir ishlab chiqaruvchilar, masalan, eshitgan bo'lishingiz mumkin. Qanaqadir ukol bor. Shuni yilda 2 marta olsangiz sog'lom bo'lasiz, ozasiz. Yoki qanaqadir biologik faol qo'shimchalar haqida axborotlar juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda. Ular nima deyishadi? Bu eng zo'r dori. Shuni iste'mol qilsangiz, hattoki kasalliklardan umuman forig' bo'lasiz degan gaplar bor. Lekin inson shu ma'lumotlarni ko'rganda o'ziga savol berish kerak. Agar ozish shunchalik oson bo'lganida, muammolar shunchalik keng bo'larmidi? Mana bilamizki, hozirda ozishning eng oddiy usuli bo'lib qoldi, bu jarrohlik amaliyoti. Insonlar o'sha o'zini jarrohlik tig'i ostiga qo'yishga tayyor, go'zallik ketidan yugurib. Asosiy bizning niyatimiz nafaqat ozish va go'zal bo'lish, balki o'zimizda shu kasalliklarni oldini olishdir. Va shu yo'lda
sog'lig'imiz uchun ziyon qilib qo'ymasligimiz kerak. Chunki oxirgi paytda shu aynan biologik faol qo'shimchalarni haddan tashqari iste'mol qilish sababli hattoki jigar yetishmovchiligi, ya'ni sirroz kasalliklari butun dunyo bo'yicha ko'plab kuzatilmoqda. Bilamizki, biologik faol qo'shimchalar bu o'sha o'zida har xil moddalarni saqlovchi dori. Bular juda chuqur tekshiruvlardan o'tmaydi. Uni sotish uchun ruxsat olish oson, haqiqiy dori vositaga nisbatan. Shuning uchun albatta biz ogoh bo'lishimiz kerak. Aynan isbotlangan davolash usullaridan foydalanishimiz kerak. Lekin esimizdan chiqmasligi kerakki, sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollik ozishning asosidir. Hozirda bu semizlikning va uni ta'sirida bo'layotgan jarayonlarning sababi nimada? Hali aytganimdek, ozish bu falsafiy jarayon. Nima uchun? Chunki ozishda nafaqat bizni badanimiz ishtirok etadi. Semirishda ham, ozishda ham katta muhim ega bizani bosh miyamizning faoliyati. Bir misol aytaman. Hozirda e'tibor bersanglar, mana bozorlarda, supermarketlarda, do'konlarda juda ko'p bizga taklif qilinadi shirinliklar. Har xil ichimliklar, har xil shirin oziq-ovqat mahsulotlari, qandolat mahsulotlari. Bu degani talab bor. Ya'ni aholi orasida shunday oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish ehtiyoji bor. Siz o'zingizga savol berganmisiz? Nega bunday? Buni javobi oson. Bilamizki, inson ayrim narkotik dori vositalaridan lazzat sezadi. Va aynan shu lazzatga javob beradigan asab hujayralarining yonida shirinlik orqali olinadigan lazzatni sezadigan asab hujayralari bor. Inson hayotida qandaydir lazzat his qilish, qoniqish hissini sezish uchun ko'p shakar moddalari saqlovchi oziq-ovqat iste'mol qilishni xohlaydi. Lekin afsuski, ko'pchilik bilmaydiki, biz nafaqat yog' oziq-ovqat mahsulotlaridan, aynan shirinlikdan ham semiramiz. Chunki shirinlik bu quvvat manbai. Biz bu quvvat manbaini olganimizdan keyin uni ishlatib yubormasak, ya'ni jismoniy faollik bilan shug'ullanmasak, aynan shu shakar bizni qorin sohamizda yog' ko'rinishida yig'ilib qoladi. Yana bir ma'lumot, buni o'zingizlar guvohi bo'lib turibsizlar. Afsuski, biz har xil manbalardan shu shirin mahsulotlar to'g'risida xohlasak, xohlamasak ham axborotga egamiz. O'sha agressiv marketing ta'sirini ayniqsa va bolalar va o'smirlarga bo'lgan ta'sirini kamaytirish. Bizni qanday ovqatlanishimiz yoshligimizdan shakllanadi. Agar biz yoshligimizdan shirin, sho'r, haddan tashqari ko'p yog' saqlagan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilsak, og'zimizdagi retseptorlar bunga o'rganib qoladi va yana shuni talab qiladi. Mana e'tibor berganmisizlar? Kichkina bola sho'xlik qilsa, qo'liga chips berib qo'yamiz. U mazza qilib, qasir-qusir qilib, uni chaynab iste'mol qiladi. U ovqatda, mahsulotda haddan tashqari tuz ko'p. Afsuski, shu tuz iste'moliga o'rganib qolgan inson kelajakda faqat tuzli narsalarga ishtiyoqi ko'p bo'ladi. Agar biz me'yorda atigi kun bo'yi 5 grammgina tuz iste'mol qilishimiz kerak bo'lsa, O'zbekiston aholisi 15 gram iste'mol qilar ekan. Va bu albatta keyinchalik o'sha qon bosimini oshishiga, infarkt, insultlarga sabab bo'lishi mumkin. Oxirgi ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, ortiqcha tuz iste'mol qilish hattoki tana vaznini oshishiga ham olib kelar ekan. Shuning uchun O'zbekiston 2030 strategiyasida agressiv marketingni aholiga bo'lgan ta'sirini kamaytirish muhim o'rin egallagan. O'zbekiston 2030 strategiyasini kelajakda uzoq muddatli vazifasi bu O'zbekiston aholisi orasida o'sha umr davomiyligini oshirish. Afsuski, O'zbekistonda kutilayotgan umr davomiyligi boshqa rivojlangan mamlakatlarga nisbatan past.
inson katta bo'lgani sari, ya'ni yoshi oshgani sari, unda mushaklar hajmi kamayadi. Bu tabiiy jarayon. Lekin afsuski, aholimiz orasida jismoniy faollik kam bo'layotgani sababli bu jarayon yosharib bormoqda. Buni sarkopeniya holati deyiladi. Aynan shu sarkopeniya, ya'ni bizning badanimizda mushak hujayralarining kamayishi keyinchalik shu kasalliklarning rivojlanishini ehtimolini oshirib bormoqda. Inson tanasida mushak hujayralarini kamayishini oldini olish, keksalikni ortga surishning yagona usuli bu jismonan faol bo'lishdir. O'zbeklarda bir qadriyat bor. Biz o'zimizdan yoshi katta insonlarni, keksalarni, qariyalarni juda ham ayaymiz. Bu juda chiroyli qadriyat. Ko'pgina davlatlar bizga havas qiladi. Lekin afsuski biz haddan tashqari g'amxo'rlik qilib, keksalarni kasal bo'lishiga sababchi bo'lmoqdamiz. Inson qanchalik umr davomida jismonan faol bo'lsa, ertalabdan kechgacha qandaydir yumushlar bilan band bo'lsa, shunchalik u sog'lom va yoshi uzayadi. Chunki beharakatlilik bu o'lim. Mana guvoh bo'lib turibsizlar, ko'pincha qariyalar uyda o'tirishadi, ko'chaga chiqishmaydi. Bu juda noto'g'ri holat. Kun bo'yi televizor ko'rishligi mumkin, kimdir telefon oldida, kimdir kompyuter oldida o'tiradi. Bizi yoshlar shu qariyalarimizni faollashtirishimiz kerak. Ular bilan birga kechki sayrlarga chiqishimiz kerak. Ular bilan qanaqadir jismoniy faolliklar bilan shug'ullanish kerak. Hozir aynan O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida shu jismoniy faollik uchun sharoitlar juda ko'p. Sharoitlar yaratilmoqda. Ya'ni masalan salomatlik maydonchalari bor, workout maydonchalari bor. O'sha yerda bemalol yoshidan qat'iy nazar hamma jismonan faol bo'lish kerak. Haddan tashqari ko'p noto'g'ri ovqatlanish sababli va kam jismoniy faollik ta'sirida keksalarda infarkt, insult, hatto tromboemboliya holatlari ko'proq kuzatilyapti. Masalan, xorijiy davlatlar misolida gapiradigan bo'lsak, Osiyo mamlakatlarida hozirda to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, ya'ni sog'lom turmush tarzi bilan shug'ullanish eng asosiy yashash usuli bo'lib qolmoqda. Mana masalan Xitoy, Yaponiya va boshqa Osiyo mamlakatlarida inson ovqatlandimi, turib qanaqadir jismoniy faollik qiladi. Hattoki kechqurun ko'rishingiz mumkin, kechki ovqatdan keyin ular chiqib, mana har xil ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatishadi, raqsga tushishadi. Bularni nimaga shunday faolligini so'rasak, albatta ular bu ma'lumotga egaligi uchun, ya'ni kasalliklarni davolashdan ko'ra oldini olish ahamiyati haqida bilishadi. Aynan O'zbekiston 2030 strategiyasining 20-maqsadi shunga yo'naltirilgan. Ya'ni aholi orasida tibbiy savodxonlikni oshirish, sog'lom turmush tarzini ahamiyatini tushuntirish va bu orqali har bir fuqaro o'z sog'lig'iga o'zi mas'ul ekanligini tushunib yetishidir. Shundagina aholi jismonan faol bo'ladi, to'g'ri ovqatlanadi va o'zida kasalliklar oldini olishiga erishadi.